Xo'p, assalomu alaykum. Forex Horizon kanalini a'zolari, xudo xolasa video darsliklar bundan buyog'iga chiqariladi. Xo'p, YouTube'da hozircha yangiman, bu birinchi darslik bo'ladi, xudo xolasa. Bundan buyog'iga yana ham ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi darslik bu 9 EM da ochilgan, ya'ni 5 minutlik time frame da 9 EM da ochilgan bitta candle hisobida analiz qilib savdoga kirish yoki chiqish haqida bo'ladi. Bu narsa yangi qo'shildi, hozircha ko'pchilik ishlatmaydi. Xo'p, buni olib ishlatib ko'rdim. Hozircha M5 ni o'zida yaxshi atrobotga bo'lmayapti. Ko'proq M15 da ishlayapti bu narsa. Ya'ni bu strategiya asosan Nasdaq uchun. Ya'ni bu narsalarni o'chirib yuborib turamiz. Xo'p. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Ya'ni bu 9 EM da ochilgan 15 minutlik candle deb oladigan bo'lsak, ya'ni endi buni filtrlari bo'ladi, tepada yoki pastda, soyalari. Ya'ni bu holatda endi bizga kerak bo'ladigan narsa shu soyalarini to'liq naqasi bilan, tanasi bilan yopgan keyingi candle kerak bo'ladi. Ya'ni bundan keyin yana ochiladimi bu yerda, misol bu yerda ichkarisida ochilib, ichkarisida qolib ketib qolsa ham bizga ahamiyati yo'q. Asosiysi bizda tepada bu holatda ochilishi kerak. Ya'ni uni soyasini to'liq tanasi bilan yopish kerak. Aynan shunaqasi bizga atrobotga bo'ladi. Ya'ni ishlash prinsipini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni M15 ni ochib olamiz. Xo'p, kechagi kuni shu bo'yicha ishlandi. Ya'ni 25.03.2025-yil kuni. Xo'p, bizga soat 9 vaqt oralig'i kerak. Ya'ni bu candle, ya'ni 9 da ochilgan range candle deb olsak ham bo'ladi buni o'z aslida. Xo'p, biz buni high va low larini belgilaymiz. Ya'ni high dan soyasidan low da soyasigacha va buni tortamiz. Xo'p, ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi bu yerdagi undan keyingi ikkita candle, uchinchi candle ham past qismini sweep qilgan holatda yopilgan, u nimaga bu sel ketmagan deyishinglar mumkin. To'g'ri. Bu yerda manipulyatsiya bo'lgan o'z aslida. Ya'ni bizda trend buy da bu bitta tasdiq, ikkinchisi bu yerdagi buy saytlar bor edi, trend polностью buy ketyapti. Xo'p, shu holatda biz selga ishlamaymiz. Ya'ni buni iloji boricha buy tomonga, ya'ni long pozitsiyaga buzib chiqqandagina ishlatishga harakat qilamiz. Ya'ni bu holatda xo'p pastga buzib chiqdi, ili tepaga yana qaytib ketdi. Ya'ni bu manipulyatsiya hisobida. Ya'ni bu yerga, ya'ni 9 dagi ochilgan candle to'liq yopgandan keyin bu yerga yana qaytib tushdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Va bu yerdan long pozitsiyasini shu joyda ochiladi. Ili stopda risklarga qarab, risk katta bo'ladigan bo'lsa kichikroq, risk kichkina bo'ladigan bo'lsa kattaroq holatda qo'ysanglar bo'laveradi. Ili o'zi strategiya bo'yicha shu candle ni tagiga qo'yiladi. Xo'p. Endi bu o'shdagi qanaqadir targetga qarab ishlashingiz mumkin. Ya'ni ko'p back testing qilib ko'rdim. Hozirgi holatida shu kunlardagi manipulyatsiya buni yurishi, misol kecha seshanbada yaxshi yurish bo'lmadi. Oldingi holatlarda zo'r atrobotga qilib berdi, back testingda ishlatib ko'rdim. Hozirgisi unaqa kuchli yurish bo'lmadi. Ya'ni bu yerdagi qandaydir key level yoki qandaydir likvidgacha ushlasanglar bo'ladi. Shu holatda ham normal yurish bo'lgan. Endi kechagi holatni ko'radigan bo'lsak, kecha qayerda bo'lgandi?
9 da ochilgan Kindle mana. Ya'ni M15 ta frame-da ko'rayotgan bo'lsanglar 9 da ochilgan Kindle. Xo'p, pastga manipulyatsiya qilib tushdi. Bu yerda FVG ile OB lardan reaksiya oldi. Ya'ni bizda trend buy'da, shuning uchun sell qiziqmamizda. Bu yerga kelgandan keyin ya'ni biz buy'ga qo'shila olamiz. Stop. Shu Kindle'ni low'da take profit mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu holatda yaxshi atrofga qilib bergan. O'sha birinchi target buy sidegacha ushlagan taqdirlarda ham yaxshigina foydada chiqib ketsanglar bo'lardi. Endi bu holat tillada ham ishlab berdi kecha, adashmasam. Hozir ko'rsataman. Ya'ni bizga soat 9 mana 9. Ya'ni bizda soat 9 dagi range candle ochilgan, tanasini pastda buzib bekilgan va bizda trend ko'rayotgan bo'lsanglar, anchadan beri selga tushib kelyapmiz. Xo'p, endi bizda shu joydan tanasi bilan buzib chiqqandan keyin xo'p, qaytishiga, ya'ni bu holatda biz short pozitsiya ochishimiz mumkin. Target qaysidir zonalargacha, ya'ni bu yerdagi sell size zonamizgacha ushlab tursanglar bo'lardi-yu. Bizda SMT ko'p bo'lyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar bozorda. Ushlab tursanglar ham bo'lardi. Biz hozir taxminan shu joylarda chiqib ketsak ham, endi qorin to'yganda chiqib ketish yaxshi. Targetgacha ushlab turgandan ko'ra 1 ga 2, 1 ga 3 satnasheniyada ushlasanglar ancha yaxshi ishlab beradi. Xo'p, bizda yana boshqa paralarda ko'radigan bo'lsak, misol Nasdaqda yana bitta ko'rsak, ya'ni bu yerdagi holat bor ekan. Ya'ni bizda soat 19. Ya'ni bu yerda manipulyatsiya qilgan ekan bunda ham. Ya'ni birinchi pastda yopilgan, chiqib ketib qolgan. Bunda high olingan ekan, xolos bunda yaxshi yurib bermagan ekan. Chunki trend selligi uchun, ya'ni short pozitsiyadaligi uchun, asosan Nasdaq uchun. Nasdaqda yaxshi atrofga yaxshi ishlab beryapti. Xo'p, ya'ni logikasi shu holatda ishlab beradi. Ya'ni 9 dagi M5 ili M15 Kindle. O'zi aslida M5 deyilgan. M5 da ishlasanglar ham bo'laveradi. M15 da ham kimga qaysi qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda ishlasanglar bo'laveradi. Ya'ni fitilini to'liq qoplab turib, o'shunga kelib razvorat qilgandan keyin misol bu yerga chiqib fitilini soyasini to'liq tana bilan keng candle yopgandan keyingina qaytishida ishlasa bo'laveradi. Ya'ni 1 ga 2, 1 ga 3 holatda. Qayerdadir targetinglar bo'ladigan bo'lsa, o'shingacha. Xo'p, bu qisqa darslik bo'ladi. Endi bu boshlanishi, ya'ni kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Savollar bo'lsa yo qanaqadir muammolar bo'lsa, takliflar bo'lsa aytsanglar, uni ham inobatga olgan holatda video yozishga harakat qilaman. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Bu meni birinchi darsligim. Xudo xolasa endi bu yog'iga sekin-sekin malaka oshgan sari yaxshiroq video kontent chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, hammalarga rahmat kuzatganinglar uchun.